Leksiyemizin davamını davamlaştırımız hürmetlik vatandaş bugün Çislağa 2021 yıl 4. ayının 23. günü vatandaşım. Yukarı leksiyanın davamı. Devamlı xilaflık kılıdiken Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati 2022 yılı Beijing'de ötkaziladigan qishloq olimpik murosimiga amaldorlarni avatmasligi, qatnashmasligi kerak deb taklif qilindi va talab qilindi. Doklad tomonidan ko'rsatildi. Jungo hukumati dinni jungolashtirish siyosiy yo'li qo'yib bo'libmi? Hristiyan dini, İslam dini, Tibet Budda dinini chet el bilan munosabatlik dillar qatorida hisoblab, ilg'or texnikadan foydalanib, diniy e'tiqod ommasini nazorat qilib kelmoqda va davomli kuzatmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro diniy erkinlik komitetining a'zosi Nuri Turkal Amerika ovoziga mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiya hukumati har qandaq dinni bo'libmi, İslam dinini va Hristiyan dinini Jungo Kompartiyasiga samimiyatsiz, sadoqatsiz deb hisoblab, din qishang'ichi muridlarni va amaliyatchil kishilarni Jungo Kompartiyasining hukmronligiga va muqimligiga yoshirin tahdid deb qaraydi. Biz o'tgan hukumat diniy e'tiqod faoliyatlariga aralashdi deb ansiragan edik. Amdilik hukumat usul chorasini o'zgartib, diniy faoliyatlarni hukumat boshqarishdan diniy faoliyatlarni hukumat tizginlab jinoyat qatoriga kirgizdi. Dokladda bunday ko'rsatildi. Uyg'uristonda Şinjan'da Jungo doiralari hali ham Uyg'urlar va boshqa oz sonliq millatlarni nazarband xonalarga nazarband qildi. Zo'r ko'lamda Uyg'ur masjidlarini, diniy faoliyat so'rinlarini chiqib va taqib nazarband qilinganlarga tan jazosi berib, bosqinchilik qildi. To'g'ri chek dedi. Uyg'urlarni majburiy emgakka zorladi deb ko'rsatildi. Dokladda. Nuri Turkal mundaq ko'rsatdi. Kishini ansiradigan bir taraf shuki, Jungo hukumati Uyg'ur va boshqa oz sonliq millatlarga irqiy qitosh siyosati qo'llandi va ularning vujudida insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi. Yana bir xabar vatandaşım, Jungo bilan umumyuzlik raqobatlashish davriga kirdi. Davlat Majlisi, Kengash palatasi diplomatiya va fan-texnikaga mablag' solish ikki tarafdan ikki parcha qonun loyiha ma'qulladi. Mavzuli xabar 4-ayning 22 kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Capitol Hill Davlat Majlisidagi partiya a'zolari, diplomatiya doiralari hamkorlashib o'tirg'i qo'ygan Jungo bilan qarshilashish qonun loyihasi Kengash palatasi komitetida qarordan o'tib ma'qullandi. Bu qonun loyiha Amerikaning diplomatiya, iqtisodiy tijorat va kishilik huquq taraflarida manzara yoki siyosat holati belgilab, manba bilan ta'minlab Jungo bilan raqobatlashadi. O'xshashli Kengash palata rahbari yana bir o'rindan, yana bir uzundan beri tayyorlanib etilib kelayotgan zo'r ko'lamda mablag' solish to'g'risida qonun loyiha o'tirg'i qo'yib, Amerika xalqlik fan-texnika sohasi tadqiqotini mablag' bilan ta'minlash orqali aloqador sohada Jungo bilan qarshilashishni maqsad qildi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.